Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan vitaminlarga boy ajoyib salat tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib go'shtimizni marinovka qilib olishdan boshlaymiz. Mol go'shtini pare qilib to'g'rab olamiz. Ustidan jo'xori kraxmali, soya, koreyskiy tuz va bir dela suv solib yaxshilab aralashtirib, ustini yopib 1 soatcha muzlatgichga yuboramiz. Tayyor bo'lgan go'shtimizni qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Ziravorlarni solib qozonni ustini yopib dimlab qo'yamiz. Orada qaynab turgan suvga tuz va yog' solib, ashlafu kraxmalini pishirib olamiz. Qozonda turgan go'shtimizdagi videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlikda mahsulotlarni solib pishirib olamiz. Alohida idishga svetofor, bolgarskiy, bodring, markavcha, xullas hamma tayyorlab olgan masalliqlarimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Salatga ishlatgan masalliqlarning to'liq gramajini izohlarda yozib qoldiraman. Salatimiz tayyor. Erinmasdan tayyorlab ko'ring. Mazasi uyingizdagilarga yoqishi aniq. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, yaqiningizga yuborib qo'yinglar.